Hürmetli vatandaşlarımızın devamı. Yaponiyanın veziri Shinzo Abe aldığın günü Hindistan'ın veziri Modi bilen söhbet ötküzüp, Jungo'nun Cenubi Deniz'in hazırlık haletini özgertmekçi buluvatqanlığını yana tanqidlab, iki devlet Hindistan ve Yaponiya Cenubi Deniz meselesi de ortak tonuş hasıl kılıp, üç taraftan cümleden Amerika, Yaponiya, Hindistan üç tarafını öz içine algan hemkarlıkını küçeytişine muqamlaştırdı yoki qaror qildi. O'xshashli bir vaqtda Yaponiya, Avstraliyaning Sidney shahrida tashqi ishlar ministrlari suhbati o'tkazib, Yaponiya, Avstraliya o'rtaq hujjat e'lon qildi. Jungo'ning Janubiy dengizi orol va xadataşlarni yasashiga diqqat qiladiganligini va qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Jungo'ning vazirligi Chang mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri aslida munosabatlik davlatlar suhbat orqali maslahatlashib, Janubiy dengizda yuz berayotgan talash-tartish masalasini hal qilish kerak edi. Janubiy dengizda tinchlik, muqimlik, dengiz qatnash masalasi deb tilga ilingan masalalarga munosabatsiz davlatlarning aralashishi har taraf uchun aytganda foydasizdir deb ko'rsatib, tig'i uchini bevosita Yaponiya va Amerika Qo'shma Shtatlariga qaratdi. Lekin Chang apandi Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengizda manfaati yo'qmi? Yaponiyaning Janubiy dengizda manfaati yo'qmi? Boshqa kichik davlatlarni qo'yib turaylik. Bu ikki cho'ng davlatning savdo karvonlari dengiz yuzi bilan o'tib keladi. Bundaq ahvolda siz nimishqa bu ikki davlatning Janubiy dengizda aloqasi bo'lmaydi yoki bu ikki davlat nimishqa Janubiy dengiz masalasiga munosabatsiz bo'lib qoladi? Vatandaşım yuqorida ko'rib o'tdik. Janubiy dengiz masalasi, ya'ni bundaq aytganda bizning tilimiz bo'yicha aytganda Xitoy Kompartiyasining bir ayında bu dengiz yuzida kengaymichilik qilayotganligini, hatto uning Malakka bo'g'oziga yetib borganligini, yaqinda Changning Malakka bo'g'oziga yaqin shaharga borganligini hisobga olganda Xitoy hukumati bu dengiz rayonini, hatto Malakka bo'g'ozini kontrol qilmoqchi bo'lyapti. Albatta Xitoyning bunday kengaymichiligiga qarta Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Vyetnam qatorli kichik davlatlarning gapi bo'ladi-da. Vyetnamda kichik davlatlarning va Amerika, Yaponiyadagi cho'ng davlatlarning gapi bo'ladi-da. Bu gap bo'layotganda, bu gap to'g'ri so'zlanayotganda, masalan, Amerikaning armiyasi dengiz armiyasi bilan charlash elib berayotganda, Xitoyning Chang'ne Kangyi qattiq norozilik bildiramiz deyishleri azib qolgan bo'lsa-mu, lekin uzangidan tushmayotdi. Shunga Janubiy dengiz masalasining vaziyati kundan kunga jiddiylashyapti.